Assalomu alaykum. Mana shu filialni boshqaruvchisiman. Hozir vaqtincha vazifasini bajaruvchiman. Davron. O'sha oyda 2-3 marta shuni qatnashaman. Ular muvaffaqiyat qozonishda suhbat takliflar eshitaman, yomon muammolar eshitib, bajarib ularni başında şu bankni mahsulotlar bilan bir tanishtirib o'taman. Bizlar takliflar, kreditlar bo'yicha bir ozgina gaplar bo'laman. Keyin kimda bir muammo bor, taklif bo'lsa bildirsangda qo'llangancha yordam beramiz. Kredit mahsulotlarini aytadigan bo'lsak, bizada hozir shunday kredit mahsulotlari biznesga ko'mak degan mahalla loyihasi bo'yicha, keyin prezident qarori 312-qaror bo'yicha kreditlarni sotamiz. 60-qaror bo'yicha, 61-qaror bo'yicha shunday kreditlarni sotamiz. Biznesga ko'mak. Bu mahallalarda 5 mahallada aytilganmiz, shu mahallalarda ajratiladi. Uni dunyo sohasi bilanlarda muddati 4 yil, 6 oy imtiyozlari bilan 25%. Plastikka chiqarib beramiz. Plastikka tushadi, undan olib foydalanamiz. Maqsadda kredit. Mahalla loyihasi esa bu ikkinchi shuna biznesga ko'makni davomi sifatida 50 million so'm ajratiladi. 5 yilda 2 yil imtiyozlar bilan 25% bilan plastik kartochkasini tashlab qo'yiladi. Keyin 312-son qaror bo'yicha ajratilgan kreditlarimiz bor. 5 yil muddatda 100 million so'mgacha 2 yil imtiyozlar bilan 25%. Yuridik shaxs tashkilotga holda ajratiladi. 60-son qaror bo'yicha yoshlar ajratilgan kredit 18% bilan 5 yil muddatda 1 yil imtiyozli bilan 100 million so'mgacha kafilsiz sug'urta bilan fuqarolar bilan garov bilan 2,5 million so'mgacha ajratiladi. 61-qaror bo'yicha ajratilgan bitiruvchi yoshlarga 18% ajratilgan foizi 5 yil muddatda bor, 1 yil imtiyozda. Qonunlari summalari shunday. Asosiy aktivlardan shu mahsulotlar sitlar aktiv bo'ladi. Kimda bor takliflar, savollar, muammo bo'lsa ko'rib chiqamiz. Qo'limizcha yordam beramiz. Rahmat, hammaydi.